Dada, shu yerda ishlab nima qilasiz, ha? Kayf qilaman, bacham. Kayf qilaman hozir ham. Dada, shu sizga bitta maslahat bersam. Menga shu yerni sotib, bitta biznes qilib bersangiz. Men ishlataman shu biznesni. Hay bacham. Hay. Sizga biznes qilib beramiz, bacham. Nima qilamiz endi biza? Sizni katta qilaylik. Uylantiraylik. Xotiningizni boqaylik. Bachalaringizni boqaylik. Yana biznes ham qilib beramiz, bacham. Nima qilamiz biza? Biza qul-ku. Onasini emsin, biza odam emas. Biza faqat yerda ishlash uchun katta bo'lgan biza. Biznes naq qo'y kerak sizga. Mana biznes, dadangiz ishlatibsiz, onangiz ishlatibsiz. Sizga pul qo'y-ku bilan. O'tirasiz ana shunday. O'tiring bacham. O'tiring, qaymi bacham? Yoshingiz 25 ga kirdi bacham. Qo'lingizdan olib pul ham ish kelmaydi. Yana biznes qilaman siz. Dada, sizga yordam beraymi? Nima yordam berasiz bacham menga? Kredit olib sizga mashina olib bersam. Kredit kim to'laydi? Endi kredit men to'lay olmayman, siz to'laysiz-da. Ana u qonun chiqdi bilsangiz bacham. Xotin ursa qanchadir shtraf qildi ekan. Shuni eshitdingizmi? Ha, eshitdim. Shu o'g'lini ursa shtraf to'lamaydimi bacham? Yo'q. Sen onang. Dada, shu yerda ishlab nima qilasiz, ha? Kayf qilaman bacham. Kayf qilaman hozir ham. Dada, shu sizga bitta maslahat bersam. Menga shu yerni sotib, bitta biznes qilib bersangiz. Men ishlataman shu biznesni. Hay bacham. Hay. Sizga biznes qilib beramiz bacham. Nima qilamiz endi biza? Sizni katta qilaylik. Uylantiraylik. Xotiningizni boqaylik. Bachalaringizni boqaylik. Yana biznes ham qilib beramiz bacham. Nima qilamiz biza? Biza qul-ku. Onasini emsin, biza odam emas. Biza faqat yerda ishlash uchun katta bo'lgan biza. Biznes naq qo'y kerak sizga. Mana biznes, dadangizni ishlatibsiz, onangizni ishlatibsiz. Sizga pul qo'y-ku bilan. O'tirasiz ana shunday. O'tiring bacham. O'tiring, qaymi bacham? Yoshingiz 25 ga kirdi bacham. Qo'lingizdan olib pul ham ish kelmaydi. Yana biznes qilaman siz. Dada, sizga yordam beraymi? Nima yordam berasiz bacham menga? Kredit olib sizga mashina olib bersam. Kredit kim to'laydi? Endi kredit men to'lay olmayman, siz to'laysiz-da. Ana u qonun chiqdi bilsangiz bacham. Xotin ursa qanchadir shtraf qildi ekan. Shuni eshitdingizmi? Ha, eshitdim. Shu o'g'lini ursa shtraf to'lamaydimi bacham? Yo'q. Sen onang.